hozirgina davra suhbatimizni yakunlab oldik. Turmush qurishdan avval mavzusida suhbatlashdik va xursand qilgan tomoni qizlarimiz juda ham ko'p, ayollarimiz va xafa qilgan tomoni yigitlar juda ham kam bo'ldi. Albatta, turmushga tayyorgarlik bu nafaqat qizlarni, balkim yigitlarni ham alohida mas'uliyat hisoblanadi. Biz umid qilamiz, keyingi davra suhbatlarida yigitlar ham ko'proq bo'ladi. Bizni ko'rayotgan ukalarimiz bo'lib qolsa, albatta siz balkim bu davra suhbatda qatnashmagan do'stsiz, lekin sizga ikki og'iz aytilgan so'zimiz ko'proq kitob o'qinglar. Oila qurishdan avval albatta kitob o'qing va Xudo xolasa bu sizni hayotdagi ko'p muammolaringizni oldini oladi.